Assalomu alaykum akalar. Mana Xudo xolasa Salomon Toshkentdagi o'rtamda qismamiz chiqarib oldik. Katta 600 turbada chiqaryapti. Mana oldida ikkita gulbinkasi ham bor, gulbinkasi ham. 250 talik turbada to'g'ri tashlayapti. Olib tashlayotgan joylarni ham ko'rsatib o'tamiz. 37 kilovat 1000 оборот bilan tashlayapti. Ob'emlarimiz juda baland. Xudo xolasa sizlar katta 600 turbada. Şu da ikili yaptı hadi. İşleri zor. İnşallah. Hemen esasını gösterip tam bir sos. İnşallah uyaldırma. Bizler ikkita gulbinka qo'yishgan ekan. Gulbinkani suv yetkazib beraman. Buni yoniga 37 kilovatli o'zimizni yasama modelni ekonomishli nasoslarimizni qo'ydik. Mana bu tomondan masjidga tashlayapti. Masjidga tashlayapti inshaalloh. Nasos chiqarishlar qizg'in ishlayapti. Mana gulbinkalar ham. 22 kilovat da 18 kilovat gulbinkalari bor ekan. Kilovat 1000 оборот nasos. Amperlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Zor. G3, G6 kontakti. Bu yoqda svet razvedkalarigacha, ampermetr, voltmetrlarigacha hamma narsasi bor. Mana swatch ukaxonimiz. Bormi og'riq? Bor. Kaç basta kelyapti? Davron! Kaç basta kelyapti? Nasoslarni ishlashlari ham o'ta zo'r ishlayapti inshaalloh. O'ta tiniq, tovushlar ham tinch. Hamma narsasi zo'r, katta 600 turlarda ketyapti. 600 mi, 650 mi turlarda ketyapti. Ishlashlari zo'r. Yonida ikkita katta gulbinkasi ham bor. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, opsiyaga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Telefon qilaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Inshaalloh zo'r uyaltirmadi.